Assalomu alaykum hurmatli Zoir avtomobilchilar, bo'lsa halqa bo'lsin deb o'qi nimaga bo'lib deb boshlaymiz-ku. 2020-yil Gentra keldi Zoir avtomobil. Mashinani bo'ki Amerikanga nima deyapti? Eng qiziqayotgan joy bo'ki, hamma Gentra'si birinchi bo'lib Amerikanga to'qadi-ku. Balon qismi kelayotgan bo'lsa, balonchalar pachka holatga turibdi. Kraska joyiga kelayotgan bo'lsa, kirlo kapotiga kraskasi bor mashinamiz. Boshqa joyi top-toza, kelib tekshirib olasizlar. Faqat oldin bo'ki, avval tekshirsa keyin pulni sanaysizlar. Ichki qismiga kelayotgan bo'lsak, mashinchamizni mashinchamizni motori zo'r, korobkasi zo'r. Bo'lsa hadovoyi ham zo'r, mazza qilsin. Ichki qismiga kelayotgan bo'lsa, orqasiga optirachasi bor bu mashinamizda. Mana shu arqa bagajasiga ozgina miyatnichasi bor ekan. Buni ko'rib tekshirib olasizlar. Probekchasi 2 yildan salgina o'tgan mashinamizda, lekin holatchasi juda ham go'zal darajaga o'tgan. Pulti bor, ko'tich paketlar metan gazi bor mashinamizda. Buni narxini xalq mazza qilsin deb bo'ki $8300. Yana savdosi bu. Egalarning telefon nomerini pastga qo'yaman, faqat juda ham tez telefon qilinglar. Bunaqasi kamdan kam Gentra qiziqayotganlar bitta like chini bosib qo'yinglar.